Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va hurmatli obunachilarim. Onlayn biznes haqida yana qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Kimga qiziq bo'lsa Telegramdan ruscha harfda yozasiz. Akmal Jumayev deb Telegram kanalim chiqadi. Batafsil ma'lumotlar Telegram kanaliga berib boraman. Yon atrofimizda yashayotgan fuqarolarga boshqa davlatlar dunyoning qaysi nuqtasiga yashashingizdan qat'iy nazar telefon raqamimda Telegram, WhatsApp kanallarim bor. Bemalol aloqaga chiqasiz, batafsil o'rgatamiz. Yana ham qo'shilmaslik o'zingizda ixtiyoringizda. +99 8 99 775 11 81 telefon raqamlariga murojaat qilishlaringiz mumkin. Taqdiringiz, hayotingiz o'z qo'lingizda. Xudo xohlasa sidqi dildan harakat qilsangiz, yashash tarzimiz yaxshi tomonga o'zgaradi, hurmatli fuqarolar. O'tirsangiz o'tiraverasiz. Shu eski hammom, shu eski toz. Bugun tong otadi, ertaga quyosh botadi. Bugun uxlaysiz, ertalab turasiz. Shu yurish, shu turish. Hech qanday o'zgarish yo'q. Shuning uchun eskilar aytgan, jon kuydirmasang jonona qayda, toqqa chiqmasang do'lona qayda. Hurmatli vatandoshlar, dunyoning qaysi nuqtasiga yashashingizdan qat'iy nazar yo rus tili yo o'zbek tilini bilishingiz shart. Shu ikkala tilni bilsangiz qo'shilish huquqingiz bor. Xohlovchilar bo'lsa, xohlamayotganlar o'zi biladi, shu yashashi bilan umrini o'tkazib yoradi. Agar xohlovchilar bo'lsa, qiziquvchilar, ishlayman, harakat qilaman, yaxshi yashayman deyotgan fuqarolar bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, batafsil ma'lumotlarni berib boramiz. Akmal Jumayev xizmatingizda. Xohlovchilar bo'lsa, aloqaga chiqing. Rahmat, sog' bo'linglar.